Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Qurultayı Tor Televiziyasının Uyghur Avazı Söhbət programmasına hoş geldinler. Ben program riyasetçisi Baxtiyar Ömer bolimi. Aziz görürmenlerimizin söhbətini görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni ve hem berilishni unutup qalmasligini umid qilamiz. Bugünkü aziz mehmonlarimiz Dünya Uyghur Qurultayı'nın hürmetli reisi Dolqun Aysa Efendi ve Qurultay İcraya Komiteti reisi şundaqla Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu'nun direktori hürmetli Ömer Qanat Efendiler buldu. Söhbetimizge hoş geldinler hürmetli Dolqun Aysa Efendi, Ömer Qanat Efendi. Çok rahmet oldu. Çok rahmet. Söhbetimizin temisi Argentina sotuğa Xitay üstüden tapşırılgan arizname hakkında buldu. Bilginimizdek Dünya Uyghur Qurultayı bilen Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu'nun Şarkı Türkistan halkı qarta erki qirg'inchilik ve insaniyatga qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati ve bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan tayyorlab chiqqan ariznamasi 17 avgust kuni Dünya Uyghur Qurultayı'nın reisi Dolqun Aysa Efendi, Qurultay İcraya Komiteti'nin reisi Ömer Qanat Efendi, Qurultay'ın Angliyadagi advokati Michael Polak ve Qurultay'ın Argentina'daki advokatları Gabriel Cavallo ve Juan Neto'lardan tarkib topgan arizdorlar heyeti tarafidan Buenos Aires'teki 12 kişiden tarkib topgan Argentina Federal Sotchilar heyetiga topshirildi. Bu munosabat bilan tarixiy ahamiyatga ega bu voqeani texim yaxshi tushunish uchun bu suhbatimizni o'rinlashtirdik. Tövende suhbatimizga rasmiy qaytib kelamiz. Hurmatli Dolqun Aysa Efendi, Argentina Federal Sotchilar heyetiga topshirilgan bu ariznamening tayyorlik xizmatchilari qachon boshlangandi? Qandaq tayyorlik va bosqichlardan keyin bu ariznamani rasmiy topshirdinglar? Chunki g'arb ellarida bundaq bir cho'ng arizni rasmiy boshlamak nihoyatda tez, nurg'un bosqichdan o'tadiganligini hammamiz bilamiz. Shunga bu to'g'riliq keng ko'rurmanlarimizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Çok rahmet bu programımıza teklif kaldığınız için. Dediğiniz gibi bu Argentina sotuğa 17. ıslah 8. ayının resmi erznamımızı tavşırdık. Nurgun bir tayarlık hizmetleri geldi. Çünkü bu bir hükümet üstüdür. Bugün 21. asırda erkek kırgınçılık yürgüzüvatkan, insaniyet karşı cinayet ötküzüvatkan bir hükümet ve onun emeldarları üstüden bir milli sotuşka sunulduğun bir erzdi. Onun için bunun bütün ceryanları, tayarlık hizmetleri nait astaydıl işleniş gerekti. Bu şu ötken yılı 2021. yılı 12. ayda Uygur sotunun kararı çıkan dinki Şarkı Türkistan'daki bu kırgınçılıkını, erkek kırgınçılık ve insaniyet karşı cinayette Uygur sotu bu hükümde belgendiği bu hükümde icra kılgızış başkış ötüşümüz gerek. Hükümünün buluşu ayrım ama onu icra kılıp onu bir fiili bir ceryanla tökenmesek onun ehmiyeti ancak bulmaydı. Onun için bunun hakkında köp izlendik. Qandaq bir imkaniyetler var. Xalqara sot mahkemeleri, milli sotlar hakkında köp izinişler arkalı nurgulgan bu ceryanda xalqaralık advokatlar bilen, qonunchilar bilen, mutaxassislar bilen söhbetlerimiz oldu. En ahırda muşundaq alaylık igi bolgan, yani insaniyet karşı cinayet ve erkek kırgınçılık ötküzgen hükümetlerini, şahslarını cezalaş salahiyeti belirgen bazı devletlerinin kanunları bakken. Bunun birisi Argentina iken, Avrupa'nın bazı devletlerde aldığımız günlerde bu vaktin bazı işlerini yaparız. Ama dediğimiz gibi Argentina'da bu kanuni organlar bilen hükümetin hukuk salahiyetleri, matbuatlarının hukuk salahiyetleri naiti ayrılganken, şununla bu vakticik iznişlerden ki bizim advokatımız Michael Polak bu Argentina'daki muşu sahalar boyunca mutaxassisleşken tecrübelik advokatlar bilen alakla yapadık. Michael Polak'ın vasıtasıyla. En ahırda netçi aylık, mesela ötken yıl 12. ayının hazırlıcı boğan 8 aylık bir tayyorlik bosqichidan keyin nurg'unlagan materiallar tarjima qilingan ispanchaga, nurg'unlagan tayyor qilingan materiallarni advokatlar ko'rib chiqdi. Buniki materiallarning qaysi qismini bu sot uchun pok sifatida ishlatgili bo'ladi bo'lmaydi. Bu masala haqida nurg'un muzokaralar olib berildi. Demak, mushunda bir tayyorlik bosqichidan keyin eng oxirida eng oxirgi qadam bosish tamomlangandan keyin bu yerga kelib
muvaffakiyetli bir şekilde bu arzimizde sungan bulduk. Tafsili tushuntirishingizga ko'p rahmat. Endi ikkinchi savolni hurmatli Ömer Qanat apandidan bilsak, ya'ni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu arzni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birga tayyorlab chiqibsizlar. Bu jarayonda qanday qiyinchiliklarga yo'liqdinglar? Chunki bu nihoyat zo'r bir xizmat. Ya'ni bu arzni rasmiy topshirishchi bo'lgan eng tez to'xtagan ish nima bo'ldi? Bu to'g'riliq kan ko'rmalarimiz nihoyat qiziqadigan bo'lishi mumkin. Bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Rahmat Baxtiyor, bu nimaga taklif qilganingiz uchun programga. Dolqin rais deb o'tdi. Qandaq bu nimaninki xizmatninki boshliqligini, bu jarayonlarni bir qator deb o'tdi. Chunki xalqimizmi bu bir tushunchsizlik bor. Bu xalqimiz nurg'un nimalarni ko'rdik bu arzini sungandan keyin ba'zi muloyizalar bor, ba'zi fikrlar bor, ba'zi takliflar bor. Nimishki bu kuchlik bir davlatda bu arzi sunulmay nimishki undaq bir Argentinadek Xitoy bilan munosabati yaxshi bo'lgan bir davlatda bu arzi sunuldi degan nurg'un fikrlar bor. Buni shuni bayonmi deb o'tdi Dolqin degandek nurg'un bu izlandi qaysi davlatda buni berish kerak, bu arzini sunish kerak deb. Albatta biz bu shunday kuchlik bir davlatda Xitoy bilan munosabati yaxshi bo'lmagan bir davlatda buni sunishni xohlaydik. Ammo lekin u nurg'un davlatlarda bu o'zininki territoriyasining sirtidagi insonlarga da'vo etish, rahbarlarga da'vo etish mumkin emaskan. U bayon Dolqin deb o'tgandek, shu Argentinada bu nima bor ekanda, buni universal jurisdiction deydi-ki, bu Argentinaningki o'zininki tuprog'ida bo'lmagan boshqa davlatlardagi insonlar ustidan arz qilib shularni javobgarlikqa sotqa tortish imkoniyati bo'lg'achqa biz bu Argentinani tanladik. Shuningga bu jarayonmi nayta bir qiyin jarayon bo'ldi. Qayerda ichish kerak bu davoni, qanday bir davlatda ichish kerak, buningki muvaffaqiyat qozonish darajasi qanchalik bo'ladi, buningki muvaffaqiyat qozonolmay qolsa qanday nimalarga duch kelamiz. Shu bu nima bo'ldi. Ikkinchisi uningdan keyin u davlatda masalan Argentina bizning uchun yot bir davlatdi. Bu yerda mushu arzni sunadigan, biz bilan birga mushu arzni sunadigan advokatlarni tepish. U advokatlarningki anandan keyin u advokatlarni tekshirib chiqish. U advokatlarningki burun mushundaq ishni qilib boqqanmi, qilmaganmi, buningda bularningki sotdagi g'albisi qanchalik bo'lgan, mushu nima nayt muhimdi. Mushuningda qaror berish nayt muhimdi. Mushu masala bizning uchun eng qiyin masalalarning biri bo'ldi. O'shada yaxshi advokatlarni biz bilan hamkorlashadigan, mushu arzni suna oladigan, sunsimi, buningki g'alaba qozonish nimasiningki darajasi bizning uchun nayt ahamiyatga ega. Shuningga advokat tanlash, advokat tepish, chunki bu davlat Xitoy bilan munosabati nayt yaxshi bo'lg'achqa nurg'unlagan advokatlar bundaq bir davoni, bundaq bir arzni sotqa sunishdan biraz tortinadi ekan, biraz qochadi ekan. Ba'zi advokatlar bo'ldi masalan, biz bilan avval bo'ldi, biz arzni sunimiz dedi. Biz bularga materiallarni avatdik, avatgandan keyin hatto pullarni avatish nimasida bo'lgan chaqda, hatto pullarimizni qaytarib berib, biz buni bu arziga aralashmaymiz deb chekinib olganlar bo'ldi. Mushu jarayon bizning uchun xeyli bir qiyin bir jarayon bo'ldi. Mushu advokatlarni tepib, muvaffaq advokatlarni tepib, nima advokatlar nimasini guruhini tepib, mushuning bilan biz bilan hamkorlashadigan insonlarni tepib bu arzini sunish qiyin to'xtadi desam bo'ldi. Buni ben bir narsa qo'shimcha qilib qo'yay. Bu qiyinchiliklarning yana birisi. Bu çünkü bu sot bu Argentinada bo'lg'achqa bu yerdagi tili ispan tili. Bizning Uyg'ur sotidimi bu tarjima masalasi hamda bizning uchun cho'ng bir masala bo'lgan. Buningda Uyg'ur ziyolilarimiz fidokorlik bilan uning tili inglizcha Uyg'ur sotidinki. Shuning u yerda nurg'unlagan fidokor ziyolilarimiz xolisona shaklda necha 10 ming bet narsalarni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilgan.
Endi bu İspanca bildiğin Uygurlar yokken bizden Uygurların cık izdendik. Hatta muşu ketim muşu matbuat yığınları için sotlarda bulduğunda biz bilen billa bir şey kildiğin İspanca bildiğin bir Uygur bağımız dep köp izdendik. Ama onda bir kişinin tapamadık biz. Tapamadık. Şunun için zaten bu sotun aldıda bu sotka advokatlar verişimiz için netçe ming bet nesli tercüme kılınış gerek. Biz netçe ming bet neslini tercüme evet beğendiğin ki ula onun içinden anın deyin ki 10 bet neslinin içinden belki 4 kur nese bulanın işi yarışı mümkün. Muşunda bir kıyınçılığımız var. Şunun için bunun için biz Uygurcadan İngilizce tercüme kılan materyal İngilizceden anın İspanca tercüme kılış için çünkü pul ile kızışık doğru geldi nurgun derslerini kısalttılar ama en azam bir şekilde bunu bizim için bu tercüme materyallerini tayarlap biyanın advokatlarına bir iş cereyanı bu nurgun cepalık kıyınçılıkla problemlerine düş geldik biz. Bir nimeni men qo'shib qo'yay Dolqinninki deganiga. Masalan, dedi bu bir şey keldigan chaqdimi biz bir nima topolmadik. Nurg'un yerlarga iltimos qildik. Had yerdagi Uyg'urlar bilan so'zlashdik. Shundaq bir ispancha biladigan Uyg'ur bormi deb. Biz tarjima qilindi, pul berildi, pul berdik, pul berib tarjima qildik bularni, materiallarni, hujjatlarni. Lekin endi şunu mu bir tekşiriş için, tekşirip çıkış için mu nayiti bir ahmiyeti var onunki qanchalik tercüme kıldı, meselemizde qanchalik bildi, şu mu bizden çık endi içine saldı. Şunun müşahidin endi bütün maşa bizni ekran aldı körüvatkan, bunun dikimi körüdügan qarindoshlarımızdan aşındak İspanca biladiganlar, biz tapanmagan, biz münasebet kuranmagan, aloqa kuranmagan İspanyolca biladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, biz bilan bir aloqalashsa, shu masalada bizga yordamchi bo'lsa, nayte xursand bo'lamiz, minnatdor bo'lamiz. Tushuntirishinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan nayte tas bir jarayonga Uyg'ur sotidan biz ko'rgandik. Shu 10 minglagan betlik materiallarni qatnashgan 200 dan ortiq guvohchininki arzini birma-bir tarjima qilib, uni yana takrorlab, qayta o'tkazib, bu jarayonni nihoyatda 1 yildan ortiq bir jarayonni boshdan kechirgan. Bu tas bir sotni yana bir qatam boshlabsizlar. Xudoyim barliq ishlaringlarni o'ngishli qilsin. Hamda Abay Umar Qanat apandi degandek, shunday arzlarda qaror berish, ya'ni to'g'ri qaror berish nihoyatda tas bir murakkab jarayonga. Hamda savolimizni hurmatli Dolqin Aysa apandan qaytarib kelsak, Argentinaga topshirilgan arzning da'vogari kim, javobgar kim bo'ldi? Shundaqla da'vo talabinglar to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, chunki mushu 3 omil sotninki muvaffaqiyat qozonishida nihoyatda nurg'un persentni egallaydi ekan. Shunga bu to'g'riliq bir anglab olsak, rahmat. Bu sotninki arzdorlari deganimizdagi rasmiy şekilde bir kurum, yani organ şekilde arz qilgan ya Dünya Kuruluşu'yla Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu. Bu ne biz arzdor sifatida qildik. Andan keyin bunun da yana bunun bilan qo'shimcha shu bir qism kamp shohidlari. Muşның çünkü şu zulümge uçurgan, şu kamplarda yatkan, şu meyli ten cezası uçurgan, psikolojik nimelerge uçurgan, Xitayning şu nimelerini öz gücü bilen kögen, muşu bizning kamp şahitlerimizning bir qismi muşu sotning arzdorlaridan bo'ldi. Endi bu sotda biz arz qiladigan obyektiv Xitoy hukumati va muşu irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga bevosita qo'mondonlik qilgan sherik bo'lgan yoki shunda rol o'ynagan Xitoy amaldorlari. Bunun içinde hatta biz dastlab qadamda Hu Jintao ne? Çünkü baş kumandan şu bo'lganligi uchun buni so'roq tortish, sotda shuni arz qilish masalasi haqida ko'p muzokara bo'ldi, ama bir yerda davlatlar o'rtasida xalqaro qonunlarda iqtidordagi vaqtida davlat reislariga bundaq bir sot etishning ki qiyin bo'lganligini, yani diplomatik cheklanmaslik immunity deydigan narsa bor ekan. Shuning uchun buningda Chingchango, mesela uning bevosita ijro qilgan kamplarni qo'ygan adam Chingchango qatorliq yana boshqa Xitoyning siyosiy qonun komitetining mudirlari bular asosliq nima endi nishon mushlar haqida elib berildi. Ko'pdan ko'p rahmat tafsiliy tushuntirishingizga.
Endi yana bir savolimizni hurmatli Ömer Qanat apandiga qo'ysak, Argentinadagi bu arzini boshlashga nihoyat nurg'un iqtisod ketdi deb faraz qilamiz. Buni so'zingizdan deb o'tdingiz. Bu davoda qanchalik vaqt cho'zildi ekanini kelgan bir muhim narsa. Chunki davo va ba'zi davolarga bir necha yilmi vaqt ketadi ekan, chunki bu nihoyat cho'ng xalqaro bir arz. Bu andan keyin bu jarayonda qurultay yani qanday xizmatlarni ilib borsizlar? Bu to'g'riliq bir tafsiliy tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bununla qanchalik vaqt ketadi deganimni ular dalanmaydi-ki. Balki bir oy ketishi mumkin, 6 oy ketishi mumkin. Siz degandek bir necha yilga cho'zilishi mumkin. Lekin endi bu yerda bular arzni hozir sundiq. O sotchi bu arzni qabul qilib qilmaydiganligini, bu arzni ko'rishga muvofiq deb qarab qaramaydiganligida qaror berish kerak. Qaror bergandan keyin undan keyin bizning qiladigan nurg'un ishimiz bor. Bu qiladigan ishimizningki eng muhimi yana bu sotchi bizdan nima yangi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Biz bu hujjatlarni ta'minlab berishimiz kerak. Yangi shohidlarni bu talab qilishi mumkin. O shohidlarni biz akab tanishtirib, ularningki ifodalarini ilib, ularningki boshdan kechirmishlarini yezib chiqib, undan keyin sotga topshirishimiz kerak. Ya hatto bu yerga akilishimiz kerak bu shohidlarni bu yerda so'zlashi uchun, sotchi bilan bevosita ko'rishish uchun, balki ko'raman deyishi mumkin sotchininki. Mushundaq jarayonlar endi ish endi boshlandi. Shuning uchun buningga nurg'un xizmat kerak. Bayam deganimdek bizga yordamchi bo'ladigan bu tarjimada bo'libmandi. Buningdan keyin texmo ehtiyoj qilinadi. Ehtiyojimiz bo'ldi tarjimonga, ispanyolcha biladigan materiallarni hamda biz Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilib, inglizchadan ispanchaga tarjima qilib nurg'un qiyinchiliklarga uchirdik. Shuningga ispancha biladiganlar bizga mush tarjima masalasida yordamchi bo'lsa, uningdan keyin biz balki chaqiriq qilamiz xalqimizga yana yangi hujjatlar, yangi shohidlar, o'zininki ko'rganlarini, beshidan kechirganlarini anlatishni xohlaydigan yangi shohidlar nima bo'lsa, biz qaysi nimani bizga ta'minlab beringlar desa, endi shu sotchi shuni biz ta'minlab berishimiz kerak. Shuningga nurg'un qiladigan nurg'un ish bor. Uning sirtida endi pulga ehtiyojimiz bo'ladi. Chunki endi boshlandi ish. Boshlangandiki bayam dedik bu tarjimaga pul kerak. Uningdan keyin bu yerga ketib kelish nimasiga pul kerak, kiroga pul kerak. Mushu jarayonda biz albatta xalqimizni bu masalaga bizga yordam, moddiy jihatdan yordam berishini talab qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan biz boshqa chiqimlarni demagandim, shu g'arb ellarda advokatninki 1 soatlik chiqimining qanchalik ekanligini hammamiz bilamiz. Demak, keng xalq ommasiniki Dunyo Uyg'ur qurultayi va shundaqli bir tarixiy ahamiyatga ega sotni qo'llaydiganligiga chin ko'nglimizdan ishonamiz. Hamda hurmatli To'lqin Aysa apandi, ya. Siz To'lqin so'zlar bilan bir deb ketay. Shumi bayam advokat tepishda nurg'un qiyinchilik deganimniki bir nimasi shu. Chunki bu advokatlar buni mo'ylaqa faqat pul uchun qilmadi deyman. Bu biz bilan ishlagan advokatlar burunmi mushundaq da'volarga aralashgan, mushundaq da'volarni sotga sungan advokatlar o'zlari inson haqlarini hurmat qildigan, shuning bilan shuning qiziqadigan advokatlar bo'lg'ashqa bu masalani qabul qildi oldi. Bularningki buningdagi nurg'un qiyinchiliklarga uchrashi mumkin. Bu hukumatningki Xitoy bilan yaqin munosabati sababiyle. Lekin bular shularga qaramay bu nimani oldi. Demakki bizningki xajlagan pulimizdan necha hassa jiq pul ketishi mumkin. Bu biz tutgan advokatlar, bizga ishlayotgan advokatlar buni nayt bir azal nima bilan, baho bilan masalanda chiqimlarni mumkin martaba azaytib, faqat bizning ahvolimizni tushunganligi uchun bizga yordam qilish bir tarafdan o'zining bu insoniy burchini ado qilish uchun qilyapti buni. Buni bir yerda aslatib qo'yish kerak. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bu Uyg'ur sotida
Muşu sotçularınki bir tiyin hakamay u yerdeki advokatlar var. Qanchalik bir insoniylik uchun, haq uchun jillab japa chekanligini ko'rdik. Bundan nihoyatda qattiq ta'sirlangan to'q. Bu qitim advokatlar nihoyatda az haq bilan Uyg'urlarga yordam qilibdi. Bunu bu tushuntirishingizga ko'p rahmat. Buni bilib oldik. Hamda yana Dolqunay Sahabandiga qaytib kelsak, yaqinqi bir necha yil jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultayi nihoyatda ko'p kuch sarf qilib dunyo miqyosida Xitoyga qarshi qonun jangi elib beryapsizlar. Ya'ni nurg'un yerlarda shundoq sotlar bo'lyotidi. Ya'ni Angliyadagi Uyg'ur sotini misol olsak, Angliyadagi tamojna arzi bor buning ichida. Bundan keyin boshqa bu qatam Argentinadagi bu arz hem Sharqi Turkistondagi besilingan zamin ekanligini qonun yo'llari bilan isbotlash xizmati yana bu jarayonda ilib berilyotdi. Demak, nurg'un qonun da'vo qismi bor bu yerda. Bu nuqtadan qurultayninki da'vo strategiyasini vaziyatga qarab o'zgartib mengyaptamizlar. Qandaq bu to'g'riliqni bir keng ko'rmalarimizga so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bu dava her bir kadem basqıç kelgan vaqtida şu dünyanın siyasi vaziyeti özgürlüşüge, özümüzün vaziyetiga, Xitoyning vaziyetiga qarab özgürlük meniş gerek. Çünkü qatmal bu şu yol bilan mangsam, en ahirda bu neticege barasan deydigan bir narsa yok. Çünkü dünyanın siyasi vaziyeti tuyuqsiz özgürtü. Biz şundan qandaq payını alayımız deydigan gap. Hem de Uygur davası, Şarkı Türkistan davası kamplar başlanışının aldıda dünyada az doğru bilingen mesele bo'lgan bo'lsa ama bir xalqarалық mesele bo'lmagan. Bu 2020 yıldan başlap desek bo'ldi, bu xalqaralashgan bir davalık kelgandan keyin buni anglatish bosqichimizni tamamladik. 2018 yılı bütün dünyadaki teşkilatlar, ilim adamları, Uygurlarning o'zimizning ichidagi faoliyatchilar hamma adam yig'ilib, tunji navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirib, buni qandaq ep paralaymiz xalqarada. İslam dünyası qanday ep paramiz, demokratik davlatlarda qanday ep paramiz, hukumatlarda qanday ep paramiz, boshqa o'rinlarda qanday ep paramiz, o'zimiz nimalarni qila olamiz, dunyoda nimalarni talab qilamiz degan o'xshaydi haqida keng kuchada bir muzokaralar bir strategiya belgilangan. Shu bo'yicha mangduq. Demak, 2022 yili kelgan vaqtimizning o'zida biz bu qadam bosqichini tamomlab, qolgan natijalarimiz ve kılanmagan işlerimiz hakkında özümüzü bağlap ikinci nöbetlik Milli Kengeşini çağırdık. Bir yerde okşaş bunun da ilk kadem basmışlar. Kanda besiliş gerek diyen şekilde müzakereler yapadık. Nayt kıymetli fikirler düştü bir yerde. Demek bunun da ilk 2020 11. ay Dünya Kurultayı'nın ki 7. nöbetlik kurultayı'daki vekillerle müzakere kılıç jarayonida algan kararlarının birisi şu. Demek bunun keyinki qadam bosqichlarimiz anglatish bosqichidan davlatlarni, hukumatlarni, xalqaro organlarni amaliy qadam bosadigan Xitoy hukumatining bu epirayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun diplomatik kurashlarimizni qanot yaydirish, xalqaro qonunlardan foydalanib qonuniy kurashlarimizni qanot yaydirish haqida bir qaror olgan. Shu bo'yicha harakat qilyapmiz. Çünkü Şarkı Türkistan davası tegidin negizini algan jagda bir kanuni dava, hak hukuk davası. Çünkü bizim devletimiz müstemlik kılınan bir toprak, besvelingan bir devlet. Bunu dünya kanunları, xalqaro kanunlar boyunca müstemlik kılınan, besvelingan bir toprakның egilik hukukunu qaytırıp eliş, müstemlikleştiriş kanunları var 1960 yılı Birleşken Devletler'in. Muşlarının hemmisinden paylaşmamız gerek. Bugün Şarkı Türkistan'da bir erkek kırgıncılık yüz beriyotidi. Bu erkek kırgıncılık yüz bermeslik gerek de 1948 yılda kabul kılan dünyanın bir kanunu var. Demek bizden hazır yapılan bu köreşlerimiz muşu dünya siyasetleri ve özümüzün davayımızın qaysi noktada kelganligidan keyin demek kanuni köreş bosqichimizni sizlendirish zürriyet yapıratımız. Siz de ötkendikidek bir yerde Uygur sotu oldu, anın deyinken Arjantina sotu oldu. Aldığımızda Angliya tamujnisini sotki bir işimiz devam kıldı. 10. ayının ahırısında bu sot buludu. Kanada hükümeti bilen, Kanada şirketleri bilen verilgen sot işimiz var. Bu devam kıldı. Ondan başka yana okşaş şekilde paralı bunu belki vakti gelecek yurttaşlarından ortaklaşımız başka devletlerde mi okşaş Arjantina okşaş imkaniyetler devletler varken bunu mu mevcut imkaniyetlerimiz bilen sürüşüsünü kıvatımız. Demek biz bir taraftan diplomatiya kurashlarimizni qanot yaydirishimiz gerek. Yani bir taraftan kanuni kurashlarimizni mevcut kanunlardan faydalanıp bu kanuni kurashlarimizni en zor derecede işga oshirishimiz gerek.
Tushuntirishingiz ko'pdan ko'p rahmat. Demak, Dunyo Uyg'ur qurultiyi nihoyat uzun mezgillik bir strategik planda, to'g'ri yo'lda menib o'tibdi. Buningki nurg'un yaxshi ijobiy utuqlarni borgan sari ko'ryapmiz. Xudoyim bu barliq xizmatinglarni Uyg'urlarga xayrli qilib bersin. Ko'pdan ko'p rahmat tushuntirishingizga. Hamda hurmatli Ömer Qanat apandi. Agar bu arzda utgan taqdirda Xitoy amaldorlari faqat Argentina'nın o'zil jazolanamdiga yoki butun dunyo miqyosida bu jazo qonun kuchga ega bo'lamdi. Bu to'g'riliq balkim nurg'unlarimiz bilmaymiz. Bu to'g'riliq advokatlar qanday bir tushunchalarni beryapti, bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Albatta bu agar bu nimada bu arzimizda g'alaba qilsak, Argentina sotidan bizningki nimamizda talabimizga asosan bir nima chiqsa, qaror chiqsa, albatta buningki bir o'rnak tashkil qildiganligi aniq. Bir davlatda bir jinoyat bilan ayblangan, jinoyat bilan hukm kelgan bir odam har qanday nimada xalqaro qonunlar bo'yicha har qanday bir davlatga bo'lsa, bu davlatda unimi tutush, uni to'sash, tutush hareketleri bo'ldi. Chunki bir jinoyatchi bo'lgandiki, jinoyatchi deb bir suddan hukm chiqarilgandiki, u jinoyatchininki qochadigan yeri yo'q. Har yerda u jinoyatchi hisoblanadi. Shuning uchun buningki boshqa davlatlardami agar Xitoy rahbarlari uningdan keyin yana bu yerda bir qaror chiqqandan keyin Xitoy rahbarlari albatta bir qo'rquv ichida qoladi. Ya'ni her yerga borsak belki bir sudga tortilishimiz mumkin, tutilib ketishimiz mumkin, bizni turmaga elishi mumkin degan bir qo'rquv ularning ichida bo'ladi. Chunki bu yerda bir davlatda bir rahbar ustidan jinoyatchi bilan ayblanib bir hukm chiqsa, albatta u boshqa davlatlar unga boshqa ko'z bilan qaraydi. Uningdan keyin u Xitoy rahbarlarimi sirtqa chiqishdan, davlatlarda erkin ozoda berib, minib berishdan albatta tortinadi. Bu bizning uchun bir g'alaba hisoblanadi. Bu yerda yana men shu nuqtada bir eskartib qo'yay, qo'shimcha qilib. Degandagidek bu agar mishaqda muvaffaqiyatli bir qaror chiqib, Xitoy amaldorlari haqida bir kesim e'lon qilingan taqdirda bu albatta Argentinaga kirsa, uning urug' tuqqanlari, oilalari jazoga tortiladi, tutiladi. Ondan başqa yana bunday ehtimolliklarmi bo'lishi mumkin ekan. Hamda advokatlar bilan biraz so'zlashdik. Mesela Argentina bu o'xshash, mesela Xitoyning bugun nurg'unlagan davlatlar bilan jinoyatchini o'zaro almashtirib turish to'xtamlari bor. Argentina'nın mı şunda bir kısım devletlerle cinayetçini anlaştırıp veriş toxtamları buluş gerekken boğandayken aşında toxtamlarını mı işq seriş arkalık mesela Xitay emeldarları Argentina emez. Argentina'nın şunda toxtam kılan devletlerle bağın takdirinin üzdü mü şu devletlerinin mi bunu tutuş ihtimalları varken anadayken bu bir cinayetçi olup bu meclis vatanı çıksa Xitoy bugun shaxsan menimi Interpolda 21 yil avar qildik, nurg'un davlatlarga borolmaymiz hozirgacha. Interpolning amaldan qoldigan bo'lsinmi nurg'un davlatlar bilan Xitoy bilan ayrim to'xtab bo'lgan davlatlarga borolmaymiz. Ya'ni mushundaq bir nimanimi usulni yo'l qo'yish bu Argentina sudidan chiqqan qarorni xizmat qilish orqali xalqaro soqchi Interpol vasitasi orqali bu inson haqida bir tutish buyrug'i chiqarib uning boshqa davlatlarda jazolanish yo'llarini etish ehtimoli bor ekan. Hamda u ishlarni uzun vaqt ama uning hech bo'lmaydigan hodisa. Ikkilanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Dal mushu savolni so'ray deb turatdim, chunki buniki agarda shundoq xalqaro soqchi tashkilotiga o'xshash o'rinlardan Xitoy amaldorlarini qo'g'lab tutadigan bir ahvolga kelgan taqdirda bu hamını buldu deb o'ylaymiz. Bununki tarixiy ahamiyati nihoyatda cho'ng bo'ldi ekan. Undaqda hurmatli To'lqin Aysa apandi, mushu tarixiy ahamiyati to'g'riliq bir texnik tafsilroq tushuncha bergan bo'lsangiz, ya'ni bu bir qator sud va arzlardan keyingi Dunyo Uyg'ur qurultiyining planlari nima, ya'ni bu qatimki sudninki tarixiy ahamiyati nima, agarda deyishga muvofiq bo'lsa, bu to'g'riliq so'zlab bersangiz rahmat. Albatta bu suddan biz bunu oldi bilan sunduk hozir. Ömer Kanat efendim biraz ilgili dep ötkenligidek tunji qadam besildi.
tunji qadam besildi. Buningdan keyingi jarayon ne endi bu hozirgacha bo'lgan jarayon Dunyo qurultiyi Uyg'ur kishilik huquq projekti bizning advokatlar birga qadam bosdik, eshikni ochdik. Ham buningdan keyingi jarayonni butun xalqimiz bilan birga mengishga to'g'ri keldi. Chunki bu bir hikoya emas, bir roman emas. To'xtab turib Dunyo qurultiyining rahbarligi o'tirib bilan butun kuchimizni qilib bir bitirib aytaylik. Va yoki bir qadamliq namoyish emas, butun insonlarni safarbar qilib, necha yuz odamni apirib avtobusga qilaydi deydigan. Bu bir qonuniy, yani hayajon bilan, hissiyot bilan bo'ladigan narsa emas. Bu faktlarga tayanadigan. Yani sud qaror berish uchun, oldi bilan buni qabul qilish, qilmaslik uchun biz mushu Uyg'ur sudida guvohlik bergan bir qancha yuz insonning butun materiallarining hammasining asosiy qismi, asosiy qismi tarjima qilib bularga berildi. Endi bunun için bu 7-8 aylık bir jarayonning o'zida shuni tarjima qilib berish uchun Uyg'ur sudidagi materiallar, ham materiallar bizim qo'limizda bo'lganligi uchun bu ishlar biroz osonga to'xtadi hozirgacha bo'lgan jarayonda. Endi bundan keyingi bosqich bu ishni biz ochdik. Buni to'ldirish, faktlar bilan ta'minlash. Bularni sudchini qonunni qoyil qilish bu xalqimizning o'rtaq irodasi bilan bo'ladigan ish. Çünkü biz kolumuzdaki desminin emrini verdik. Bunun keyingi desmi milletten geliş gerek. Milletten geliş gerek. Eğer şu desmi bizde bulup, şu sud mahkemesini qayıl kılalaydıgan, şunu kılalaydıgan avalla boğa vaxtıda bunun da utuş ihtimallığımız tekrar yüksek götürüldü. Şunu bir yerde bu arkalık ben bütün xalqimizga mu degendikde bu işini Dunyo qurultiyinin ya Uyg'ur kishilik projekti ya kamp şahitliğinin işi emas, bütün milletning işiken. Deb harakat etishimiz kerak. Buni to'ldirish hamda millatning irodasiga bog'liq narsa. Xalqimiz bilan birga harakat qilmasak bo'lmaydi. Qo'limiz nem bo'lsa, burun hozirgacha jimjilik turayotgan jimjilikni buzolmagan Xitoyninki har xil besimlar bilan yoki ehtiyotjonlik bilan masalan o'tirib atanmagan qo'limizda hujjat paketlar bo'lgan narsalar bo'lsa bizni ta'minlasanglar, biz bu sudni ta'minlaymiz. Bu sudning muvaffaqiyatli bir natija berishiga va boshlanishiga foydali bo'ldi. Endi bunun alayligi ahamiyati nima desek, biri demek Xitoyda bugün dünyadaki ikinci çok iqtisodiy güç. Bugün Argentina hükümeti bilan Xitoy hükümetinin nayt dostane bir münasebetinin bağlılığını burun bilet bir kelgandan texim bildik. Ama şunda buluşu qaramay, bu devlette kanun bilen hükümet ayrılgan bir sistem bo'lganligi uchun şu imkoniyat bor ekan. Yani sudning ishlariga hükümet aralashib olmaydi ekan, aralashadigan salohiyat yo'q ekan. Lekin hem şunda bozgun devletinin birliği menfaati keyinchaq hükümet Xitoyning besim bilan bu sudga müdahil qilish tirişi mümkün. Tirişidi zaten mümkün emas. Tirişidi. Tönögünden başlap biz nurgulluğan organlar bilan, nurgulluğan ammi teşkilat, dini gruplar bilan köreşdik. Gezichilar bilan köreşdik. Bugün tönögünden yaqin bir yerda Argentina'nın en çok gezilerinde bizning sudimizning arzimiz haqida va Xitoy Argentina munosabatlari, iqtisodiy munosabatlari haqida Xi Jinpingning bir yakki ziyoratlari, Argentina hukumatlarininki çok maqolalar chiqyapti hozir. Bu yerda chiqdi tönögünden başlap bugunmi chiqyapti. Demek bunda bir meselede Argentina'da da Latin Amerika'da Uygur davası bir bopakka emas. Bunun yanı bir alayligi demek Xitoyda bir devlet bugün kolunu iqtisodiy kuchidan bütün dünyaya sozup dünyanı aldayman davatqa vaqtimizda bir Uygur'un bo'lmagan, Uygur'ning ovozini anglab bakmagan bir devlette bunda bir sudning boshlanishinin o'zi Xitoyga nisbatan ig'ir bir zarba. Ve demek tirish olsak yo'lintib harakat qilolsak Xitoydek bir devletni her yerde qiyin-qisdoq ala oladi ekanmiz. Yani dünyanın adaletinden paylanıp, yuçuklardan paylanıp Xitoyning bugün yapayotgan jinoiy qilmishlari so'roq tortildi ekan. Bu endi bizim için pek mühim. Demek ümitsizlenmesimiz gerek. Yani dünyada Xitoy pek güçlenip ketdi. Xitoy bütün dünyanı setip aldı. Deyiş arkalık özümüzün bu davasımızda ümitsizlikki kirayotgan bir kısım insanlar var. Onda emas. Demek biz qanchalik küçük olsun mu dünyada bir hakikatning bağlılığını, kanunun bağlılığını bu arkalık tirsak yanına özümüzün ma'lum planlarını amalga oshira oladiganligimizga bir ishonch berdi. Bu xalqimiz uchun aytmayman, anan lekin Xitoyning her deganni qilolmaydiganligini, yani yapayotgan bir jinoyatning, bir zulmning, bir qirg'inchilikning so'rg'ining bo'ldiganligidan iborat bu reallikni ko'rsatib beramiz. Endi buning da biz ustaq boshqa bir Ömer Qanat efendim degandek bu yaxshi bir misol bo'ldi. Boshqa davlatlarning, boshqa sudlar davlatlarning milliy sudlarida o'xshash shaklda bu harakat qilishimiz uchun pek foydali.
Shuning uchun buning ham qonuniy jihatdan bak ahamiyati bor, ikkinchidan Latin Amerikasidagi davlatlarni harakatlantirish, ispancha so'zlaydigan millatlarni, xalqlarni, hukumatlarni o'zimizda yuz berayotgan bu irq qirg'inchilik masalasida xabarlantirish va ularning qo'llashini qo'lga keltirish jihatda favqulodda muhim. Chunki degandek yangi bir rayon, yangi bir qit'a bu. Bu orqali bizning Uyg'ur davosi tunji qatim bu yerda bir portlash xarakterlik bir vaziyat yaratildi. Chunki tunugini yaxshi ko'ryapmiz. Bütün matbuotlarda bu masala so'zlanyapti. Ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli To'lqin Aysa apandi. Mushu siz degan masalani men Umar Qanot apandidan so'ramoqchi edim. Yana mushu Buenos Aires shahrida sizlar mushu necha kundan beri siyosiy arboblar, kishilik huquq tashkilotlari, ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, har qaysi diniy guruhlar qatorliq nurg'un kishilar bilan guruhlar bilan uchrashib beribsizlar. Ham Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida nurg'un ma'lumotlar beribsizlar. Argentinadagi Uyg'urlarning vaziyatini tunishtirish mushu tunji qatim deb o'tdi To'lqin Aysa apandi. Rost shundaqmi ham buningdan boshqa yana qanday xizmatlarni qildinglar? Tafsiliy bir tushuncha bergan bo'lsangiz biz bu bilib olgan bo'lsak. Rahmat. Rahmat. Baxtiyor To'lqin apandim deb o'tdi. To'g'ri, ya'ni tunji qatim biz ya'ni notanish bir jo'g'rafiyaga qadam qo'ydik. Ve bir yerde Uygur davası bile hiç kandak münasebeti bulmagan, biz bile dinimiz bile, kültürümüz bile hiç kandak tanışlığı bulmagan bir coğrafyaya geldik. Bir yerde bu davanı tunji qatim anlatışa başladık. Hem bu çok bir cesaretti. Onda çetken çağda Dünya Uygur Kurultayı'nın hem kişilik hukuk kuruluşunun bizni bu kararını ilişti mi nayt bir cesaret bilen bir hareket kıldık deyme. Yani naytın riskini közge ip durup. Çünkü hemmeyle malum Arjantina'nınki Xitay bilan bo'lgan munosabati, uningdiki bir yerda Uyg'ur masalasining hech qanday notanish bo'lganligi, jiq xalqninki buni bilmaganligi, hukumat arboblarining, siyosatchilarining bu masala bilan hech qanday aloqasi bo'lmaganligi, bu naytaylik bizningki eng ojiz nuqtalarimiz deb yerda. Bir da'vo nima qilgan chaqda bir jamiyatdimi bir bisim bo'lishi kerak. Siyosatchilardimi bir bisim bo'lishi kerak. Gerçi nimeler, mahkemeler müstakil bo'lsa-mu, lekin jamoat bisimi degan aytı cho'ng bir muhim bir mesele. Onun için jamoat bisimi yaratish kerak. Unda bir nimamiz yo'qdi. Lekin shu nima ko'zga ip turib kelib, biz shu yerda ham jamoat bisimi yaratamiz, hem davoyimizni anlatamiz. Hiç anlatmagan xalqqa, anlatmagan bu ispancha tilda hech qanday matbuotda nima chiqmagan bizning haqqimizda o'sha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida. Shuning uchun mishada o'sha Latin Amerikasida, Janubiy Amerikada yangi o'sha harakatni boshlatamaymiz. Mishada hech qachon oyoq besib boqmadik. Shuning bilan birlikda bu yerda yana bayon To'lqin apandim deb o'tgandek portlash xarakterlik bir harakat qo'zg'aymiz deb shu qaror, shu iroda, shu azm bilan kelgan. Buningda biz bir g'alaba qo'lga keltirdik deb o'ylayman. Arzimizni sunduq, advokatlar bilan necha qatimlab yig'in ichib, nurg'un masalalarni ko'rishib, ojiz taraflarni, kuchli taraflarimizni bu davoni tutish uchun bu masalalarni kurashdik. Uning sirtida yana shu tirishchanlik natijasida necha oylardan beri bunga tayyorlik qilgan bu yerdagi masalan eng kuchli Yahudi jamoatlari bilan bu kurashdik. Çünkü Yahudi cemaati bir yerden ait güçlükken biz anlaştığa qaraganda bir yerde resmi 250 mingdek Yahudi cemaati varken, lekin cemaat o Yahudi cemaatinin rehberlerinin özü bir yerde hatta 500 mingden boşuk Yahudi cemaati var dedi, Yahudiler var. Dep bulan aydı siyasi cihetten, iktisadi cihetten aydı güçlük tesirge iyi bir yerde. Şunun için ular bilan ko'rishib, ular bilan nayt yaxshi suhbatlashdik va ularningki va'dasini qo'l keltirdik. Masalan, har qaysi jihatda u taniydigan siyosatchilar, parlament a'zolari, rahbarlar shularga bu Uyg'ur masalasida biz bilan hamkorlashib, ularni qoyil qilishtirishdiganligi to'g'risida ularni
bu mesele to'g'risida ma'lumotlantirishga tirishganligi to'g'risida bizga berdi. Uning sirtida yana kuchli bir musulmon jamoati bor ekan Argentinada. Hozirgacha bu yerdagi musulmon jamoati bilan hech qanday aloqamiz bo'lmagan. Bu yerdagi musulmon jamoat 3 nesilden beri müşahede yaşap, asasen Argentiniyalik bo'lgan bir cemaatga, nayte dinimiz güçlük, lekin bu cemaat, cemiyetki nayte maslashib bo'lgan bir cemaatga, şunun için bular bilan köreştik, bizni nayte kızgın karşı aldı, nayte histoshlik bildirdi, bu meselelerni to'liq bilinmaganligini, biyaninki bizlar bilan uzoq bo'lganligi uchun ba'zi xabarlarni anglab qolganligini, nima bo'layotganligi to'g'risida to'liq ma'lumotlar matbuotdan bo'lmag'achqa to'liq ma'lumot ololmaganligini, lekin tunigundan tortib To'lqin afandim degandek, bu yerda matbuotda Uyg'urlar haqida maqolalar chiqishga boshlagandan keyin, masalan biz borsak, masalan hamma yerda nurg'un yerlarga uchrashgani bordik, borsak bu yer chiqqan bu yerdagi eng cho'ng gazetasi chiqqan maqol cho'ng ta'sir qo'zg'abdi, bu yerdagi matbuotda chiqqan xabarlar cho'ng ta'sir qo'zg'abdi. Borsaqlar bizni sizlarning haqida chiqqan nimalarni o'qidik, Uyg'urlar bunda bo'lib o'tibdi, hozir Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik yurgizib o'tibdi, bizga deb berdi. Shuning uchun mamnun bo'ldik bu yerdagi qo'zg'agan bu ta'sirdan va tashkilotlar bilan ko'rishyapmiz. Chunki bizning maqsadimiz bu yerda hem Uyghur meselesini, irqiy qirg'inchiligini anglatish, hem irqiy qirg'inchilikni to'xtatish to'g'risida bu yerdagi musulmon jamoatining, Yahudi jamoatining bu Argentina xalqininki qo'llashiga erishish, ama shunda Xitoyninki kuchli ta'siri bo'lgan bir davlatda shunda bir harakat qo'zg'ashdi. Bu yerda biz maqsadimizga asosan erishdik deyman deb o'ylayman. Rahmat. Köptün köp rahmet tafsili tushuntirishingizga haqiqatan bir futuqliq berib bir futuqliq xizmatini boshlabsizlar. Vaqtinglarniki nihoyatda qimmatli ekanligini ham shu suhbatdan keyin safarga chiqadiganliginglarni bilamiz. Shunga suhbatniki shu oxirida keng Uyg'ur jamoatchiligiga deydigan so'zinglar bo'lsa, ishinglarnikini bir minutdan olsak. Qani hurmatli To'lqin Aysa apandi sizdan boshlaylik. Oldu Ömer Kınat Efendi'nin bir yerdeki faaliyetleri topluluğu bir noktada ben hoşum çıkıp bu ya bir yerde mesela Amerika elçisi yüzünün turalgısı da sarıydı bizden. Kabul kıldı. Şu haber tapkallığı bu yakta naitiye'den yüzümüzden mi bir yerde yalnız emesliğimiz Amerika'nın hükümet parlamentosu Uygur erkekçiliğine kabul kılan bir devlet. Bir yerdeki elçi bilen 1 saatten artık 1 saat 15 minutuna yakın samimi bir sohbetimiz oldu. Arjantina Xitoy münasebetleri hakkında, Uygurlarının ki bu sotunun gelecekleri hakkında yaxşı bir çüvençiler hasıl kılındı. Yani özümüzden bir yerde Abed Ömer Kınat Efendi degandek nurgulluğun Müslüman 1 milyonga yakın Müslümanlar varken bir yerdemdi. 1 milyonda. Bularning bizning aqımızda qo'llaydiganligini ki bizga jasorat berdi. Yani biz bu yerga notanish bir qit'a kelgan vaqtida hatta qanda bir qo'llash, qanda bo'ldiganligimiz nurg'un tumanlar bor. Ama bu yerga kelgan nurg'un ishlarning echilayotganligini, nurg'un qo'llashlarga ega bo'lganligini his qildik. Amerikan elchixonasininki bizga bo'lgan qizg'in kutib olishi bizni jasoratlar dedi. Cho'ng bir qo'llash bo'ldi bu yerda. Yahudi jamoatining bizning har qanday ishimizga yordam qilganligi bizni qo'llash bo'ldi. Musulmon jamoatining uningdan keyin bizim bu yerga sabredilmay ciddi öte kız vaziyetimiz. Aslında bu yerga yana bir qancha kunlik uzoqroq bir haftalik kelsak, bu yerdagi parlamentlar bilan siyosiy chunki bu guruhlarning hammasinin ait yaxshi munosabatlar bor. Ular bilan bir ko'rish orqali bu yerda da'voyimizni yalnız bu sot meselesi emas, Uyg'ur meselesini Argentina xalqiga, siyosiylariga mal qilish to'xtasi, balkim oldingi kunlarda parlamentoda kamp shohidlarini akilish, guvohlik berish masalasigacha so'zlashgan bo'ldik. Hem de demek ki bugünümüz bir yerde halkımız deydiğimiz abiyetin biraz ben dep öttüm. Bu işin başlangıcı, işini açtık hem bu tolduruş, bunun muvaffakiyetli buluşu halkımızdan bizni materyallarla için maddi ve manevi cihetten konuşuyor münasebetlik. Diğerimizdeki de advokatlar bir yerde halısan işlevatkan olsun ama onun tercih işleri var, nurgun nesleri var. Nurgulluğa materyallar bizde boğallık için Uygur Sotu'da bunu tercih kılış iş için biraz kıyınçılık oldu ama materyalların toplaş meselesi geldiği vakitimizde
biz nurg'un shu nimadan foydalandik. Bo'lmagan bo'lsa, nayt qiyin narsaga kirib keladi. Hamda oldimizdagi yangi materiallarni, yangi hujjatlarni yig'ishimiz kerak, yangi uchurlarni bizlar ta'minlash kerak. Onundan keyin bu yer kompyuterimizni ekiladigan, balkim sud uchun oldimizgi kunlarda sudchi chaqirishi mumkin. Oldimizda nurg'un qadam bosqichlar bor. Shuning bu masala kelgan chaqda millatimizni bizni ham moddiy jihatdan hem materyal cihetten hem manevi cihetten qo'llashini, fikriy jihatdan qo'llashini orzu qilamiz. Ya'ni bu sotda biz başladık ama xalqimiz bilan birga yapamiz. Bununla xalqimiz ideviy jihatdan tayyor bo'lsa degan bir fikrga o'tirib qo'yaman. Ko'p rahmat. Qani hurmatli Ömer Qanat apandi, siz o'zingizniki oxirgi bir xulosasini deb bersangiz, rahmat. Rahmat, ben bu kuniki degan gaplarga qo'shilma. Mening qo'shimcha deydigan deb qo'ydigan gibi bir endi bayan deb ketdik va o'sha hizmet dedi bu advokatlar xolisona ishlayotib deb xolisona ishlayotib deganimiz, ya'ni u oladigan puldan masalan 100 ming dollar olsa 10 ming dollar kelib uchun ishlayotidi. Shuning uchun bulardan aytib minnatdormiz. Demek ki her nimaga pul ketib boradi. Bu bizim için en muhim mesele hazır şu, hem bayan dolkunda o'tgandek mu materyal jihatdan her türlü hujjatlar nima jihatdan bizga yordamchi bo'lsin xalqimiz. Uning sirtida hem manevi jihatdan bizni qo'llashini davomlashtirsin. Bunun esa moddiy jihatdan bu sotninki hali davomlashishi mumkin. Bu vaqt yani qanchalik bununla mablag' ketadi, uni biz bilmaymiz, taxmin qilolmaymiz. Shuning uchun xalqimizniki moddiy, ma'naviy nimasiga yordamiga muhtoj. Albatta biz xalqimizniki yuzini oq chiqaramiz. Biz shu da'vo uchun to'g'ri yo'lda mengayotganligimizniki o'zi shu ko'rsatyapti. Bu da'voda to'g'ri yo'lda mengayotimiz. Xalqimizniki armanlarını amalga oshirish uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Xalqimizning bizni qo'llashini, albatta qo'llashni davomlashtirishini bizga bo'lgan umid qilamiz. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh qilgan xizmatlaringlarniki hammasini utuqli qilsin, millatimizga xayrli qilsin. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib programmamizga kelganinglar uchun cheksiz teşekkür etimiz. Biz xizmatinglarga texim cho'ng utuqlarni tilaymiz. Şunun bilan birga programmamiz mishiyada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texim yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning qandalimizga a'zo bo'lishini va ham berilishini unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat.